Samarqand shahridagi konsert zalida viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan ta'sis etilgan Yil fidoyisi 2025 tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat madaniyat tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar, soha mutaxassislari, ijodkorlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Mazkur tanlov madaniyat va san'at sohasida samarali mehnat qilayotgan, kasbiy mas'uliyat va fidoyilik ko'rsatib kelayotgan xodimlarni aniqlash, ularning faoliyatini rag'batlantirish hamda ilg'or tajribalarni ommalashtirish maqsadida tashkil etildi. So'zga chiqqanlar sohaga qaratilayotgan e'tibor, madaniyat sohasi xodimlarining jamiyatimizning ma'naviy hayotdagi o'rni, ularning hududlarda madaniy muhitni shakllantirish, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash borasidagi hissasini alohida ta'kidladilar. Yil fidoyisi tanlovi sohaga mas'uliyat bilan yondashayotgan mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini munosib e'tirof etishga xizmat qiladi. Tadbir davomida tanlov g'oliblari va sovrindorlariga diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Hozir menga berilgan bu mukofot Kattaqo'rg'on teatri jamoasiniki deb bilaman. Chunki 25-yilda hozir barmoqlarim yetmaydi. Men qancha davlatlarga borib, o'zbek teatr san'atini ko'rsatib kelyapman-da shu spektaklim bilan. Ayniqsa 25-yillar oxirida mana Indoneziyada, Tailandda, Singapur, Malayziya, Dubayda mana shu spektaklni Al-Buxoriy va Sukarno degan spektaklni namoyish qilib keldik. Va bir marta emas, men 2 martalab boryapman shu davlatlarga, Turkiya davlatlariga, Ozarbayjon, Gruziya davlatlarida ana shu o'zbek teatr san'atini qanaqa ketyapti O'zbekistonda, qanaqa bo'lyapti. Yana bir tomoni borki, bilasizmi, biz spektakl faqat namoyish etish bilan shug'ullanmaymiz. Biz ana shu bizni spektaklimizni ko'rgan insonlar turizmga ham biz jalb etyapmiz. Turizmga ham. Chunki Indoneziyada shunaqa bo'lyaptiki, Al-Buxoriy spektaklini o'ynaganimizda qayerdan, Samarqanddan desak, ular Al-Buxoriyning yurtidanmi deb bilishadi-da. Mana kelishyapti, mana shu Samarqandni ko'rishga, turizmni ham chorlayapmiz deb o'ylaymiz. Biz san'atkorlar hissa qo'shyapmiz deb o'ylaymiz. Bugun e'tirof etilish bu biz uchun faxr. Qolaversa, shaxsan men o'zim madaniyat va san'at xodimi bo'lganligim bilan faxrlanaman. Qolaversa, mana shu bugungi e'tirof bizni yelkamizga yana ham ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Men O'zbek milliy maqom san'ati Samarqand viloyat maqom ansambli rahbari sifatida ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan maqom asarlari targ'iboti, qolaversa mana shu maqom yo'nalishida asarlar yaratilishida rahbarlik qilish niyatidaman. Bugungi mana shu e'tirof bu bizni Samarqand madaniyat bo'limida boshqarmasida ishlaydigan barcha xodimlarning qalbida quvonch uyg'otdi. Qolaversa mana shu kasbga yana ham mehrimiz oshdi. Albatta, bu kabi tanlovlarning o'tkazilishi hududlarda madaniyat muassasalari faoliyatini faollashtirish, ijodiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda soha xodimlarining kasbiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.